Raya, eshitdingizmi? Alvon yuraklarning ikkinchi mavsumi bor ekan. O'shani qayerdan ko'rsam bo'ladi? Shu rostmikan? Ha, rost. Shoshmang. Mani so'kishdan oldin sabr qiling. Oxirigacha eshiting gapimni. Ha, faqat Koreya remeyikida emas, Xitoy variantida. Qaysi biri bir-birini ko'chirgan bilmadim-u, ammo Koreyada oxirida biz kutgan o'sha sahnalar aynan Xitoy variantida bor. Hattoki men sizga ko'proq aytaman. Butun boshli ikkinchi mavsum bor. To'g'ri, Xitoy dramasidagi aktyorlar biz Koreyada o'rgangan aktyorlardek emas, ammo xullas kalom, bosh qahramon kelajakka tushib qolgandan so'ng ular yana o'sha muzeyda uchrashib qolishadi Xitoy variantida va o'sha kelajakdagi 4-shahzoda ham qanaqadir kompaniyaning vorisi bo'ladi va u yerda ham shu taxt emas, endi meros masalasi, o'sha kompaniyaning boshlig'i bo'lish masalasi bo'yicha tortishishadi. Bu yerda intrigalar va hokazo bo'lib ketadi. Ikkinchi mavsumni ko'rish uchun 30 nechidir qismli butun boshli birinchi mavsumni ham Xitoy variantida ko'rib chiqdim. Ammo men sizlarga aytaman, Koreyaniki baribir ham zo'r. Xitoy versiyasining rus tilidagi nomi esa "Поразительный на каждом шагу", ammo o'zbek tilida menimcha aniq yo'q. Xo'sh, siz ushbu ikkinchi mavsumni ko'rishni rejalashtiryapsizmi? Yoki-da agar ko'rib bo'lgan bo'lsangiz ham fikrlaringizni izohlarda kutaman. Obuna bo'lishni unutmang, bu yer sizga aniq yoqib qoladi. Hammaga annyeong.